Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun menga Telegram ijtimoiy tarmoq orqali Instagramlardan ko'rib, samarqandlik bir zemlyagimiz murojaat qilyapti. Gipofiz bezida 5 millimetr gipofiz bezini tepa qismida, o'sha gipofiz bezini oyoqchasiga yaqin joyda 5 millimetrga kruglink образование aniqlangan va u neyroxirurg tomonidan ko'rilmagan. Nevropatolog ko'rganda o'sha gipofizingda o'sma bor ekan, Toshkentga borasan, neyroxirurgiyaga sani tomiringdan dori yuborib, yana qaytadan MRT qiladida, o'sha aniqroq ko'rinadi, keyin shunga qarab xulosa beriladi deb maslahat beryapti bemorga. Vaholanki bemorda hech qanaqa klinicheskiy belgilari yo'q. Na ko'zida o'zgarish bor, na gormonal fonda o'zgarish bor. Hammasi joyida. Bemor hech narsani bilmayapti. Bemor shunchaki vaqti bilan boshi og'rib turadi, migren yoki qanaqadir sefalgiyalar bilan bog'liq sabab bilan o'zi uchun check-up qilgan, MRT qilgan, MRTda shu narsa chiqib qolgan. Kechirasiz, hurmatli vrachlarimiz, Samarqandimiz ham o'zining bir buyuk tarixiga ega. Samarqandda meditsinasi O'zbekistonda eng kuchli meditsinalardan biri hisoblanadi va bu yerda qanaqadir bir Amerikani kashf qilish, qanaqadir bir o'zidan nimalardir qo'shish shart emas. Международный protokollar bor, standartlar bor, klinicheskiy guidelineslar deydi. Ingliz tilida PubMedda izlab topsanglar, juda ko'p bunaqa guidelineslardan. Menda masalan hozir bittasi bor, bu Italiyaning guidelines, mana Italian Guidelines of Pituitary Prolactinoma. Вот, Italian Guidelines for Management of Prolactinomas deyilgan. Bu narsa nima degani? Incidentaloma degan narsa bor, ya'ni bu gipofiz sohasida случайный qanaqadir boshqa maqsadlarda MRT qilinganda o'zgarish chiqib qolsa qilinadi. Bunda qanaqadir kontrast bilan qilib yotish shart emas, kichkina razmerdagilar uchun. Bunda nima qilinadi? Klinik protokol bor. Kechirasan, gipofizda sen ko'rding, o'zgarish bor. Endi ikkinchi navbat bu nima? Gipofiz bu endokrin bez gormonlarni, neyroendokrin bez gormonlarni boshqaruvchi, boshqa bezlarni boshqaruvchi bez. Просто gormonal fon topshir, gormonlar tekshir, qaysi gormon o'zgargan, prolaktinomami bu yoki growth hormon, ya'ni o'sish gormoni, somatotropinoma bu yoki qo'shin kasalligiga beradigan adrenokortikotrop ishlab chiqarishi bilan bog'liq bo'lgan adenoma va qaysi biri aniqlaganda keyin bemorni endokrinologga jo'nat. Endokrinolog ko'rsin buni. Dori bilan davolab ko'rsin. Standartlar bor har qanaqasiga, hattoki ko'zda ozgina o'zgarish boshlanganda ham prolaktinomalarda kabirgalin degan dori beradi. Juda yaxshi ta'sirga ega bu dori. Kabirgalinni dorisini effekti, to есть samarasi 2 haftada bilinadi o'zi. Bu nima bo'ladi? Bosh og'riqlari yengillashishi, ko'zi yaxshilanishi yoki bo'lmasam prolaktin miqdori kamayishi mumkin. Mana shunaqa konservativni davo muolajalar bilan shug'ullanish kerak. O'zbekiston xalqini bir hududdan ikkinchi hududga yo'naltirish, odamlarni sarson qilish, ovoragarchilikka yo'l qo'yish kerak emas. Har bir hududda hozir tibbiyot juda jadallik bilan rivojlanyapti. Hattoki mana shu Samarqandda eng zo'r texnologiyaga ega davlat va xususiy klinik shifoxonalar bor. Shularga boring, yuboring, tekshirsin, ko'rsin mutaxassislar. Ancha tajribali, ular ham bekordan bekorga shuncha umrini tibbiyotga sarflamagan, bag'ishlamagan umrini. Ular ham ancha tajribali, ko'p narsalarni biladi. Shunday ekan, gipofiz adenomalarida aynan kichkinagina mikroadenoma yoki случайный topilgan qanaqadir hajmli jarayon uchun bemorni u yoqdan bu yoqqa top qilish kerak emas. O'zini joyida gormonal tekshiruv, mutaxassislar bilan ko'rish kerak. Hurmatli nevrologlarimizga hurmatimiz juda ham cheksiz, lekin aynan mana shu holatda bemorni neyroxirurglarga emas, birinchi navbatda endokrinologlarga направить qilish kerak. Endokrinolog ko'rsin, gormonal fonini ko'rsin. Agar prolaktinoma bo'lsa, пожалуйста, marhamat, kabirgalin yoki dostinix bilan davolab ko'rsin. Effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Va bemorlarimiz bizdan, tibbiyot vakillaridan norozachiligi kamayadi. Xalqimizda tibbiyot xodimlariga nisbatan ishonchi yanada oshadi. Bu hozirgi kunda bizlar qilishimiz kerak bo'lgan eng asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.